Всем привет, ребята, меня зовут Маликом. Bu mana Mrs. Minik Mentor'a yana bitta anaqasi videosini ko'rsataman. Hozir men sizlarga rasm chizolmaydiganlar uchun juda ham zo'r ilova ko'rsataman. Birinchi o'rinda biza telefonimizni yoqib olib, App Store yoki Play Marketga kirib, Drawing deb yozamiz. Men sizlarga o'zim ishlatganlarimni tavsiya qilaman. Men shuni ishlatganman. Draw Easy Art Trick Stitch. Men buni hozirgacha ishlataman. Pastga tushsanglar chiqadi. Mana yana xohlasanglar yana boshqacha kerak desanglar yana chiqadi. Xo'p, o'tkazib olamiz o'shani. O'tkazganimizni mana men yana bitta o'tkazganman Draw Carton. Hozir men sizga birinchi Draw Carton'ni ko'rsataman. O'rtada reklamalar chiqadi. O'shalarni necha sekund bergan bo'lsa, X bosib chiqib ketasiz. Bitta narsani oldindan aytib qo'yaman, bu Wi-Fi ekan. Wi-Fi yoki internet. Ya'ni onlaynda bo'lishi kerak. Xo'p, Stitchga sketch shunga qaramiz. Va bizga masalan qaysi kerak? Halloween. Hozir Amerikada bilsanglar, yaqinda qovoq bayrami bo'ladi, o'shaning uchun Halloween. Mana shunaqa rasmlar bor, har xillari bor. Buni plus tarafi bittasi. O'zingizlar xohlagan rasmni ham chizsanglar bo'ladi mana. Voy. Importda mana. Mana shu importga kirib, from gallerydan xohlagan rasminglarni tanlab olasizlar. Masalan mashlarni chizaman deb olib qo'yganman. Osonroqini tanlay qolaylik. Hozir mana Drawing Now deysizlar. Shunaqa reklamalar ham chiqib turadi. Keyin men buni pastga tushirib, buni ham mana shunaqa to'g'rilab olib, bunaqa to'g'rilab, katta kichkina qilib, mana shunaqa qilib, ustidan qalam qo'yib chizib olasizlar. Hozir oldimda pinalam yo'q ekanda. Nima bilan siz ko'rsatayman sizlarga. Xo'sh. Mana shunaqa qilib chizib chiqasizlar. Ko'rdinglarmi? Sizlarga zo'r maslahatim yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Keyingi qismi, ya'ni yana shunaqa foydali ilovalarni sizlarga aytishim uchun bu videoga 70 ta like qo'yamiz. Xayr, sog'lom bo'linglar. Salom. Va endi do'stlar, shu bilan biz ham videomizga yakun yasaymiz va do'stlar, Mrs. Minik Mentor aytgandek 70 ta like, menga 15 ta like beringlar. Всем пока. Я вас